Minecraft lekin darajam oshgani sari menga bir-biridan kuchli bo'lgan qilichlar beradi. Men shu qilichdan olib, har xil portallarga kirib, u yerdagi kichkina maxluqlar va bosslarni o'ldirib, o'zimni levelimni ko'tarishim kerak bo'ladi. Sizlar o'sha video boshlanishidan oldin albatta videoga like va kanalga podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. Qani bo'lmasam biz videoga ketdik bolalar. Yo bolalar, hammaga salom. Sizlar bilan men Fresh Boyman. Nima gap bolalar? What the fuck? Menda hozir levelim 5 ekan. Job no Beatles sensible. Bolalar, bizning birinchi portalimiz mana shu bo'ladi. Bu portalga kirish uchun men o'zimga birinchi qilichimni olishim kerak. O qilich uchun bizga albatta nima kerak bo'ladi? Tor topdilar bolalar. Bizga birinchi daraja kerak bo'ladi. Bu mod kimga kerak bo'lsa, bu mod albatta men Telegram kanalimda bo'ladi. Atiga 5 dona mod sketch qilib manzaralab o'zingizlar o'ynasanglar bo'ladi bolalar. Tak, boshiga biz mana shunaqa qo'ylarni o'ldirishdan boshlaversak ham bo'ladi. Yaxshi darajamizni ko'taradi bular. Xo'sh, yana biz darajamizni ko'tarish uchun mana yana bitta qo'y. Okay, yaxshi do'stlar. Bu portal shunchaki tasodifiy narsa. Ya'ni modda ichida shunchaki merda aylanib yurganingizda har xilcha mana shunaqa portallar chiqadi. Yana buni o'zi qo'yib qo'ygan deb o'ylamanglar. Lekin mana bunaqa modchalarni ham ikkita o'darchalarda tez o'ldirib, birinchi qilichimizni olsak zo'r bo'lardi. Yaxshi do'stlar, biz birinchi darajaga ko'tarildik. Endi esa biz birinchi qilichimizga hozirroq ega bo'lamiz. Xo'sh, valla inventarimizni ochib ko'ramiz va mana bizning birinchi qilichimiz ham turibdi. Bularni mana shunaqa qilib qo'yib qo'yamiz. Okay, bolalar. Mana birinchi qilichim mana shu bo'ladi. Bu bilan biz nima deb o'ylaysizlar? Portalga kirib kichkina maxluqchalar bilan birgalikda jang qila olamizmi yoki bu juda ham qiyin bo'ladi deb o'ylaysizlarmi? Okay, bolalar, bu bizga har ehtimolga qarshi kerak bo'lib qoladi. Endi esa biz bolalar portalga kiramiz. Sizlarni kuttirib o'tirmayman. Bu portalga kirishga o'zim ham qiziqaman. Qani portalchamiz. Okay, bolalar, hamma tayyormi portalga kirishga? Hozirroq like va podpiska bosib qo'ying. Biz bo'lsa hozir portalga kiramiz. Go. Wow. Qayerdaman? Bolalar, kimdir tushuntirib beriladimi? Menimcha hali. Biz qayerda paydo bo'ldik? Bolalar, ko'rib turganingizdek, sizlarga aytgan monsterchalarim mana shu bo'ladi. Bularni biz qancha o'ldirsak, bizga ko'p darajalar va levelimizni oshirishga yordam beradi. O'zimizda mana levelimizni oshirishimizga yordam beradi. Davay, kelinglar. Mabrashga. Bolalar, men o'ylaganimchalik ham oson emas ekan bular bilan jang qilish. Hozir o'lib qolsam kerak. Ayo, joniga qopti. Bitta shuni o'ldira olaman. Yaxshi. Kristallar berdi bizga bolalar. To'xtanglar, jonim juda ham kam. Bitta o'zimiz olamga qaytamiz. Bizga u yerda juda ham ovqat kerak bo'lar ekan, sezganinglardek. Shuning uchun hozir biz o'zimizga pechka yasab olishimiz kerak. Yo bolalar, bu meni ikkinchi kanalim bo'ladi. Bu kanalimda asosan meni kanalimda chiqmagan, juda ham bir-biridan qiziq bo'lgan videolar chiqarib turaman. Mana bunga o'xshagan horror va qishloqda olinadigan videolar. Ishqilib har xil videolar. Shunchaki hozirroq kommentariyadagi silka orqali kanalga o'tib, podpiska tugmachasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Endi esa biz videoga qaytamiz bolalar. Qaranglar, keyin men o'zim kristallarimni sotsam bo'ladi. Kristallarimni sotdim va balansimga yanada pul qo'shildi. Men bu yerdan o'zimga kerak bo'ladigan qilichlarni ham sotib bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Shuning uchun biz ko'proq portallarga kirib, kristallar yig'ib, u kristallarni sotamiz va o'zimizga juda ham kuchli qilichlarni sotib olsak bo'ladi. Okay, jonimizni to'ldiramiz. Ungacha kelinglar, biz ikkinchi darajaga ko'tarilib, yangi qilichga ega bo'lamiz. Okay bolalar, men ikkinchi darajaga ko'tarildim. Hozir esa sizlar bilan yangi qilichimni ko'rib olamiz. Yo bolalar, tayyormisizlar? Hozir inventarimizni ochib ko'rsak. Bu yana qanaqa qilish bolalar? Kattaligini qaranglar bolalar. Kelinglar, bitta mana shu cho'chqacha bir dona o'ldirdi. Bizga eski qilichimizdan ancha kuchli qilich bergani bilinib turibdi. Zombilarni ham ikkita o'ldirar ekan. Yaxshi, lekin hozir men 3-darajaga chiqishni xohlamayman, chunki bu qilich bilan ham o'zimizda o'zgina taassurotlarimizga ega bo'lishimiz kerak. Yaxshi. Bolalar, menga afsuski zombilarni 3-darajaga ko'tarilib qo'ydim. Lekin men 3
darajadagi qilichni hozir hali ko'rganim yo'q, endi ko'ramiz. Kelinglar biz 3-darajadagi qilichni portalga kirganimizdan keyin ko'ramiz. Endi esa yuringlar portalga kiramiz, nima bo'lsa bo'ldi. Ketdim. Bolalar, aynan shu joyda biz o'zimizning yangi qilichimizni olamiz va goblinchalar mazasini qochirishimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, bu bizning yangi qilichimiz. Unchalik super bo'lmasa ham, menimcha keyingi darajalarda bundan-da zo'r qilichlar bizni kutib tursa kerak. Buni o'ronini ko'ramiz hozir. Yaxshigina jon olar ekan. Yaxshigina jon olar ekan, lekin bular birdaniga ko'p bo'lib ketsa, bu qilich ham yordam bera olmay qolyapti bizga. Bitta o'ldirdim, lekin o'lib qoldim o'zim. Yaxshi bolalar, biz 4-darajaga ko'tarilib olibmiz. 4-darajadagi super qilichimizni hozir biz ko'ramiz va ozgina bloklar olib, sirraz yana portalga kirib ketamiz. Chunki goblinchalar asabim buzildi. Bolalar, bizning yangi qilichimiz mana shu bo'lar ekan. Nimaga bu kichkina? Lekin kichkina demaymiz, ko'tarib turamiz siz deganda. Yaxshigina o'rin beradi deb o'ylayman. Qani hamma tayyor bo'lsa, endi biz portalga yo'l olamiz, bolalar. Bu safar goblinchalar mazasini qochiramiz degan umiddaman. Bitta o'ldirdik. 2ta o'ldirdik. Yaxshi. Bizga ko'p darajalar beryapti, bo'ldi. Yaxshi bolalar. Biz keyingi qilichimizni bolalar 10-darajaga ko'tarilgandan keyin olar ekanmiz. 6-darajaga emas, aksincha 10-darajaga chiqishimiz kerak keyingi super qilichni olish uchun. O'ronini qaranglar bolalar. Вообще kuchli-ku. Yaxshi kristallarimiz ko'payib qoldi. Kristallarni yig'ib, o'zimizni olamga borib sotamiz. Yaxshi bolalar, levelimiz ko'tarildi. Bizning levelimiz 6-levelga ko'tarildi. Bu degani bizni o'zimizni olamda inventarimizda juda ham yangi narsa kutib turibdi. 10-daraja qilib ketaylik, chetdan bitta qilich va 6-level bo'lganimiz uchun sovg'ani ham o'zimizni olamda olamiz. Yaxshi, 9-daraja. Samanga tuzoq qo'ymoqchimiding? Hammasi birdaniga keladi. Orqaroqqa qochamiz. Bolalar bilan o'zi yo'q bo'lib ketadi, teginmasak ham agar. Yo'q, adashibman. Qoch. Mana o'ldi bittasi. Buni ham o'ldirolmadik, bolalar. Bundan oldin biz hamma kristallarimizni hozir sotib olishimiz kerak. Qaranglar, balansimda $112. Hamma kristallarimni sotsam $243 aylanadi. Bolalar, adashibman, temirli qilich sotib oldim hozir bilmasdan. 10-darajada chunki biz o'zimizga yangi qilichimiz olamiz. Bo'ldi. 10-darajaga ko'tarildik. Endi esa biz o'zimiz sovg'alarimiz, inventarimizdan olishimiz mumkin. Xo'p, inventarimizga kirishga hamma tayyor. Qani bo'lmasa, bolalar, namuncha katta qilich. Bu yana nima bo'ldi? Bu menimcha 6-level bo'lganimiz uchun berilgan. Do'stlar, endi men bunda yana qanaqadir portlatuvchi dinamit effekti bor ekan bolalar. Kelib bitta otni o'ldirib ko'ramiz. Bittada o'ldiryapti, gap yo'q. Kelinglar, bu portalga oxirgi marta kiramiz va goblinchalarni o'ldiramiz va keyingi portalimizni qidirish uchun chiqib ketamiz. Qani goblinchalar, kelinglar, oldimga endi. O'ldirishini qaranglar bolalar. Yaxshi. Darajalari qolib ketibdi. Keyingi qilichda biz bundan ham kuchliroq qilich bor ekan. Uni biz 20-darajada olalarkanmiz. Mana bunday qilamiz. Bu yomon ekan-ku. Qalqonimizdan ham o'tib ketyapti shotdan. Mayli, kecha. Okey. Ma senga. Bolalar yana o'lib qoldik biz. Biz kristallar ozgina yig'dik, bularni sotamiz. Tak, biz endi o'zimiz uchun mana bu shlemni sotib olsak bo'ladi. Yaxshi. Bizda $158 qoldi. Oyoq kiyim sotib olamiz. Okey, juda zo'r. Va ishton uchun ham yetar ekan, lekin branjilet uchun ham yetar ekan.
Bo'ldi. Bizda endi temirlar bilan polni kiyib olamiz. O, yaxshi. Ana endi biz bemalol portalga kirsaylik bo'ladi. Boya oxirgi marta degan edim. Mana shu endi rostdan ham oxirgi marta bo'ldi. O, bo'ldi. Menimcha biz deyarli bossni oldiga yetib keldik, deyarli. Shunchaki ochiqdan so'ladi. Orqamdan bo'lyapti uka. Mana boss. Xo'p, videoni shu joyda yakunlashga ming afsuski shunaqa bo'lib qoldi. Bo'ldi, majburman videoni shu joyga yakunlashga. Agar shu videoga sizlar 500 ta like bersanglar, men albatta 20-darajaga ko'tarilib, mana shu portaldagi eng kuchli boss o'ldirib va yana bundan keyingi videodagi 2-3 ta portalga kirib, u yerdagi bosslarni ham o'ldirishga harakat qilaman. Bolalar, o'sha aytganimdek 500 ta like. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, hammanglarga rahmat do'stlar.